Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xo'p, bugungi montajimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Soyyon MFda bo'lyapti. Xo'p, bu yer masjidning gumbaz qismiga Mulla Hakim nomli masjidda, Xudo xolasa, mana shu masjidimizni tepa gumbaz qismiga o'rnatiladi. Xo'p, bu yerda ishlatilgan mahsulotlarimiz Akfa Plus 6000 quattro G306 rangda, Xudo xolasa. Bu yerda aynaga bo'ladi. Forza aynada gumbazimiz tepaga olingandan keyin solinar ekan aynaga. Ustakalarimiz shunaqada. Hop, bu yerda 8 ta rom o'shi, yana 1 metr balandligi, mana shu tepadan o arkaning uchigacha 1.90 bo'lgan. Hop, ustakalarimiz o'shandan keyin solib beringlar aynagini dedi. Bu yerda ochilishlarimiz bor. 4 tasida ochiladi, 4 tasi shunaqa gulxo'y bo'lgan. Arkalari bilan Xudo xolasa ajoyib chiqdi. Buni ashibkalari to'siladi, gumbaz qismi bo'lgan tepasi. Xo'p, o'shandan keyin tomiga o'rnatiladi, keyin aynalarni solamiz. Aynaklari Forza aynak bo'ladi. Xo'p, 2 qavat stikla paket bo'lgan. Xudo xolasa, ranglari ham ajoyib. Bu yerga o'sha rangini shu holatda tanlashdi, aytilgan holatda qo'yib berdik. Bunaqa ishlarni biz birinchi marta qilishimiz. Arkani teng bo'lib, masjidga shu holatda tepalari gradus bo'lgani, tepalari ham shu tepa qismi ham yopishgan, bunaqaligi seli o'tib ketmagan. Shu holatda bo'lganligi uchun Xudo xolasa zo'r bo'ldi. Aynalar solingandan keyin yana bitta video qilamiz. Masjidimizga ham bitta baho beraverasizlar. Xudo xolasa oz qoldi. Ichkariga o'rnagandan keyin tez kunlarda Xudo xolasa bitib qoladi. Gumbazimiz bitti, mana Xudo xolasa aynalarimiz soldik. Ajoyib chiqdi. Iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerga o'sha aytganingiz 8 ta bo'lgan, hammasi mokri grey oynada. Akfa Plus 6000 seriya. Aynalar stikla paket bilan 4 tasi ochiladi, 4 tasi ochilmaydi. Xo'p, Xudo xolasa juda go'zal chiqdi. Ichkarilari ham bityapti. Inshaalloh bu yil shu 2025 ga bitirib yuborishga astoydil harakatdamiz, nasib bo'lsa. Ichkarisidan ham bitta yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Ichkarida ishlar avjida. Bu yerda ham Xudo xolasa ustakalarimiz qo'yib ketishibdi. Chiroqli chiqqan ekan. Eshiklari endi bo'ladi. Eshiklari Xudo xolasa termodan bo'lar ekan. Mana ichkari ko'rinish. Ichkarida unaqacha qorong'i bo'lmadi, sababi salqinroq bo'lishligi uchun ham ichkarida shunaqa ayni tanladik. Shu mashinamiz orqali mana tepalarga chiqib aynalarni soldik. Hop. Aytib o'tganimdek, bu yerda narxini ayta olmaymiz, sababi Xudo xolasa xolis xizmat bo'lgan. Lekin chiroyli chiqdi. Nima deydi, bu video olishdan maqsad shunaqa Allohning uyiga ham rom qo'yish nasib qilgan ekan. Shuning uchun sizlarga ko'rsatib o'tyapman. To'g'ri tushunasizlar? Subhanalloh walhamdulillah wa la ilaha illalloh wallahu akbar.